mashinasining qilib o'tirgan ishi mana. Ko'chalari mana bo'shatib, xaltalari bo'shatib. Mana qilib ketgan ishi bular mana. Ana shuni bo'shatib, ana shuni har tomona tarqatib, tashlab, zingib ketadi bular. Toza hudud degan tashkilot aslida xalqi idish bilan ta'minlash kerak emasmi? Mana shu musorlarni solib qo'yish uchun chelaklar, konteynerlar bilan ta'minlash kerak emasmi? Mana. Nima uchun bular ekologiya ishtirok qilmaydi? Mana xaltalarga soladi aholi nimasini. Mana tashlab ko'chalarda ana shunday qilib tarqatib har tarafa. Shamol bo'lsa, mana shular uchib har doim ko'chamizda sachralib yotadi ana shu xaltalar ba'zi shamolli kunlarda. Bular chelak bilan ta'minlab, konteyner bilan ta'minlab, shunaqa bir shartnoma shartlarida bu ko'rsatilmaganmi? Mana. Sanlar fuqarolari ayblashdan oldin o'zing to'g'ri xizmat ko'rsat, o'zing to'g'ri ishla. Ey Olot tuman nima toza hudud rahbari, g'iyosmisan? O'zing to'g'ri ishla aholi bilan. To'g'ri xizmat ko'rsat. Mana shuni ko'chalarga tarqatib, mana yo'llara otib urib, zingib mana. Bular o'zi faktichki chelak bilan ta'minlash kerakmi, konteyner bilan ta'minlash kerakmi? Bu shartnoma shartlarda bor, bo'lishi kerak bu. Tegishli bandlarida. Mana ahvol. Mana. Ko'cha bo'yana shuni rasvo qilib ketadi bular kelgan payti.